ko'p qiynalardim. Yurganda bosim bo'lardi. Matka pushenya bilan kelganman. Уже 40 kun operatsiyadan keyin bemalol o'tiryapman. 10 kundan keyin o'tirasiz deganlar. Deb rostdan ham haqiqatdan 10 kundan keyin o'tirsangiz bo'ladi, bemalol yursangiz bo'ladi. Ishda ayollar boshqa joylarda qildirib, natija ololmagan, yaxshi ishlamagan, yaxshi natija bermagan, operatsiya bo'lgan 6 oylab yotishgan ekan. Desam, deb ham kuldilar, yo'q. Siz 10 kunda o'tirsangiz bo'ladi, уже bemalol yuraverasiz. Rahmat kattakon depamga. Bunaqa natija olaman deb o'ylamovdim. Juda ham o'zimga juda tez keldim. Ahvolim juda tez yaxshilandi. Operatsiya bo'lgan odamga o'xshamayman deb. Inson o'ziga kerak bo'lgan, sog'lig'ida bo'lgan muammoni paytida hal qilishga harakat qilish kerak ekan. Mayli, juda yomon ahvolga tushib ketgan ayollarni eshitib, o'zimizning qarindoshlarga ham ikkitasida bo'ldi. Bu darajaga olib borish kerak emas ekan. Keyin boshqa joyga nisbatan to'g'risini aytish kerak, operatsiyaning narxi ancha arzon. Oson o'tadi, oson bo'lib ketadi deb o'ylamovdim. Hech ham qo'rqmanglar, albatta kelinglar. Hammaga tavsiya qila olaman.